Xo'p, video muallifi demak Achilov Bekzod, Samarqand davlat tibbiyot universiteti talabasi. Achilov Bekzod Toshtemirovich. Demak, biz bugun o'sha gen, DNK degan tushunchalarni hayotimizda ko'p ishlatganmiz va buni biologiya fani sifatida o'rganamiz. Demak, biz gen yoki DNK o'sha nima degani? Bizda gen ma'lum bir oqsillarning sinteziga javobgar qismi. Xuddi shuningdek DNK hamda gen o'sha DNKlardan o'sha oqsillar sintezi amalga oshishini ko'rib o'tamiz. Demak, DNK bu o'sha dezoksiribonuklein kislota, o'sha tirik organizmlar hujayra ichida joylashgan katta molekula hisoblanadi. Demak, bu hujayraviy tarkibda joylashgan. Demak, u o'rsiy axborotni tashuvchi turli qismlardan tashkil topgan. O'sha bu DNK nukleotidlar asosan o'sha 4 asosiy qismlardan iborat bo'ladi. O'sha bu DNKda agarda biz RNKga ko'chadigan bo'lsak, 5-chi o'sha qism qurilish bloki tashkil qilinadi hamda ma'lum bir blokning o'rniga. Buni quyida aytib o'tamiz. Demak, bizda DNKda o'sha nukleotidlar 4 asosiy qurilishdan iborat dedik. Demak, bizda adenin, timin hamda sitozin hamda guanin bloklaridan tashkil topgan. Bu DNKning tuzilishi. Demak, bizda adenin hamda sitozin purin asoslarini tashkil qiladi. Ya'ni bizda aytib o'tamiz, adenin hamda guanin. Demak, bizda mana bu ikkalasi purin asoslarini tashkil qiladi. Demak, bizda yana bir blok mavjud. Bizda demak timin hamda sitozin. Demak, bizda chargaf qoidasi mavjud. Ya'ni o'sha hujayrada o'sha DNKlar joylashgan paytida adeninlar soni guaninlar soniga, timinlar soni sitozinlar soniga teng. Demak, biz bular DNKda hujayrada qanday ya'ni bir-biriga bog'lanishini aytib o'tamiz. Bizlarda o'sha guanin hamda sitozinlar orasida demak 3 ta vodorod bog' orqali DNKda birikadi. Yokida o'sha adenin hamda timin oralig'ida 2 ta vodorod bog'lar orqali birikishini aytib o'tamiz. Demak, bizda o'sha purin hamda pirimidin asoslari demak qanday bog'lar orqali bog'lanishini biz quyidagi aytib o'tamiz. Demak, purin hamda pirimidin, mana buni birincisini purin hamda pirimidin asoslari vodorod bog'lar bilan bog'lanar ekan. Endi bundan tashqari o'sha ya'ni purin asoslarining hamda pirimidin asoslarining bir-biriga bog'lanishi bu fosfodifir bog'lar orqali bog'lanadi. Mana bu fosfodifir bog'lar. Demak, biz o'sha DNK zanjiridagi tuzilgan o'sha nukleotidlar ketma-ketlik maxsus genetik kodni hosil qilishini aytib o'tdik. Demak, bu kod barcha tirik mavjudotlar rivojlanish, o'sish va faoliyat yuritish uchun ko'rsatmalar berishini aytib o'tamiz. Bundan tashqari o'sha DNKlar ma'lum bir organizmdagi xromosomalarda joylashgan. Bu xromosomalar o'sha tirik organizmning hamma genlarini, DNKlarini o'sha ichiga oluvchi qism sanaladi. Demak, xromosomalar o'sha joylashadi. O'sha xromosomalar belbog'i hamda o'sha xromatinlari, xromatin, heteroxromatin kabi bo'lib joylashishi mumkin. Bu ko'payish yokida o'sha nofaol holatlarga qarab. Demak, biz asosan o'sha bugungi mavzumizda DNK haqida gaplashamiz, ya'ni gen. Bu gen xromosomalar o'sha bundan tashqari
inson hujayrasida 23 juft xromosoma bo'lishini aytib o'tamiz. Demak, biz o'sha mavzumizning o'sha oldinida, demak, DNK oqsil sintezini hosil qiluvchi, demak, javobgar qismi gen ham deylik. O'sha DNKlar ta'sirida, ya'ni DNKlar orqali amalga oshirilishini aytib o'tamiz. Ya'ni biz hujayrani, demak, hujayrada DNKlardan oqsillar sintezi amalga oshish jarayoni, demak, 3 bosqichga bo'lib o'tamiz. Demak, birinchisi DNKning o'sha informatsion RNKga ma'lumot berishi, ya'ni o'sha buyruq berishi. Demak, DNKni biz bosh oshpozga qiyoslasak, demak, bundagi ma'lumotni, demak, DNKdagi ma'lumotni informatsion RNKga xuddi shunday yetkazadi hamda informatsion RNKga oqsil sintezini boshlash uchun tashkil qiluvchi buyruqni, ya'ni ma'lum bir buyruqni yetkazuvchi sifatida namoyon qiladi informatsion RNK. Demak, bizda bosh oshpoz DNKdan, demak, aytildi ma'lumot informatsion RNKga. Informatsion RNK sitoplazmadagi ribosomalar RNKlar ta'sirida o'sha oqsil biosintezini amalga oshirish uchun bunday buyruq berishini aytib o'tamiz. Ya'ni bu qanday jarayon? Demak, bizda DNK, demak, qo'sh spiral tarzda joylashgan bo'ladi. Demak, qo'sh spiral tarzda joylashgan bo'ladi. Demak, buni ikkita spiral deb olsak, demak, bundan o'ziga o'xshash bitta spiral sintezlanadi, ya'ni informatsion RNK. Informatsion RNK undan so'ng ribosomalarga asosan 3 ta genetik kod orqali bitta oqsil biosintezini amalga oshiruvchi buyruq kiritadi. Ya'ni bizda boshlovchi AUG kodoni kelgan paytda, demak, ribosomalar RNKda oqsil biosintezi boshlanadi hamda o'sha bizda bu yerda transport RNKning ham roli ahamiyatli hisoblanadi. Transport RNK bu sitoplazmadagi oqsillarni o'sha DNKning informatsion RNKga ko'chirgan axborotiga mos tarzda olib kelib joylashtirishni olib keladi. Ya'ni bizda asosan 3 xil RNK mavjud dedik. Demak, ribosomal RNK bu oqsil sintezini boshqaradi. Ribosomalar RNK informatsion RNK demak, ribosomalar RNK, informatsion RNK hamda transport RNK. Demak, transport ribosomalar RNK oqsil sintezini amalga oshirish uchun oqsillarni ketma-ketlikda olib keladi. Informatsion RNK shu ma'lum bir ketma-ketlikda joylashishni ta'minlasa, transport RNK oqsillar transportini, ya'ni oqsillarning ma'lum bir olib kelish jarayonini amalga oshiradi. Demak, bugungi mavzularimiz tushunarli bo'lsa, e'tiboringiz uchun rahmat. Demak, bizning bugungi video darsimiz muallifi A+ sertifikat biologiya kimyo kanali o'qituvchisi Achilov Bekzod Toshtemirovich. Demak, telefonlarimiz 99lik 128
28:01. Demak, biz yozuvimizga bir qancha e'tibor bermaysiz. Bizda yozish uchun demak alohida demak yozuv uskunalari mavjud emas. O'zimizdagi sichqoncha qurilmasidan o'sha kompyuter yozuv programmasida foydalanganimiz uchun bir qancha yozuvlar salgina tushunarsiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo so'zlarimiz orqali ham yetkazib berishga maksimalniy harakat qildik. Demak, hammaning e'tibori uchun rahmat. Salomat bo'lasizlar.